Ha, ertalab bo'libdi. Yaxshi, demak ishni boshlasam bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Florex va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, kecha g'alati narsaga guvoh bo'ldim. Aynan. Oh, buni qaranglar, bu yerda nimalar bo'lyapti? Qishloqliklar nimagadir quduqning ichiga sakrashyapti. Men bilmadim nima uchun, lekin men ko'rdim. Ana hozirning o'zida sakrab ketdi. Hayronman, nima bo'lishi mumkin? Kuzatish kerak. Va men rostdan ham hayron qoldim, chunki qishloqliklar quduq ichiga kirishadi. Boshda tush deb o'yladim, lekin keyin bilib qoldimki, do'stlar, bu tush emas. Bu aniq tush emas. Undan tashqari, o'yimni qaranglar qanday zo'r qilib oldim. Faqatgina o'rnimdan tursam, tomni ustiga chiqib qolyapman, lekin bu yerda hamma qiziq narsalarim joy-joyida turibdi. Ovqatlar va ko'rdinglarmi, tomni ustiga chiqib qolaman agarda sekin stuldan turadigan bo'lsam. Buni bilmadim qanday qilib to'g'rilash mumkin. Endi do'stlar, Minecraft xalq o'yini, bu yerda juda ham ko'p buglar bor. Ilojimiz yo'q, chidashga majburmiz. Lekin men do'stlar bu sirni ochmoqchiman. Nima uchun quduqqa sakrashyapti qishloqliklar? Chunki bilmadim, hayronman, nima uchun qishloqliklar shunchaki quduqqa sakrashlari mumkin. Mana kommentariyada yozib qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar. Lekin rostdan ham quduqqa sakrash tunda balki cho'milmoqchi bo'lgandirlar, lekin nima uchun yalang'och emas, shunchaki ustilaridagi kiyim bilan sakrab ketdilar. Bu juda ham dahshat do'stlar, dahshat. Chunki shamollab qolish mumkin. Havo sovib boryapti. Qaysidir viloyatlarimizda yomg'ir yog'ib yotibdi. Bu yer esa do'stlar o'rmon taraf. Bu yerda undan ham sovuq bo'ladi. Chekka joyda. Yo'q do'stlar, men masalan tunda quduqqa sakrashga duxim yetmagan bo'lardi, chunki bundan keyin shamollash aniq va kamida 7 hafta davomida shamollab yotasizlar. Bunday bo'lishini esa xohlamayman. Qayerdan bilasan desangiz, boshimdan o'tgan do'stlar, bir martagina basseynga tushib, shu bilan 7 hafta shamollaganman. Bilmadim nimaga aynan 7 hafta, lekin shunday bo'lib qolgan. Hozir esa kelinglar, bug'doylarni merga topshiramiz va sirni ochishni boshlaymiz. Birinchi gumondor mer. Janob mer, salom. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bug'doyni olib keldim. Yaxshi. Ertalab sabzi tashlab ketishdi. Zo'r. Quduqqa sakragan reyslar haqida bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Tushunarli. Rahmat. Bilasizlarmi do'stlar, pomidor uchun rahmat aytgancha. Arzimaydi, kelib turing yana. Xo'p, faqatgina rostdan ham eshitmaganmiz quduqqa sakragan reyslarni. Yo'q, eshitmaganman. Birinchi marta sizdan eshityapman. Tushunarli. Rahmat. Ko'rdinglarmi do'stlar, qanchalik dovdirab yotibdi. Ko'zlaridan bilinib turibdiki, u nimanidir biladi, lekin bizga aytmoqchi emas. Balki bu yerda uzoq yashash kerakdir bilish uchun sirni. Mayli, kech bo'lsincha o'zimiz ko'ramiz nima bo'lyapti ekan. Hozircha esa do'stlar, shunchaki uyga kiramiz va o'z ishimiz bilan shug'ullanamiz. Chunki do'stlar, men garaj qurmoqchi bo'lib yurgandim. Bilasizlar, mening mashinam bor va qo'shnim aytdiki, mana buni olib tashlab bu yerda garaj qurishim mumkin ekan. Chunki bu hudud uniki emas ekan. Uydan, eshikdan o'ng tarafdagilar bizni hudud emas. Chap tarafda esa istaganini qilish mumkin. Mana qo'shnim ham qarab turibdi ish qilayotganimga va mana shu o'ng tarafda hozir o'zimizga kerakli narsalarni qurib olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda do'stlar, men mana bunaqangi yarim bloklarni qilib olmoqchiman, chunki yarim bloklar yordamida biz bu yerda ayvon quramiz. Ayvon tagida esa aynan bizni o'zimizning sariq Audi'miz turadi. Xo'sh, bularni o'rnatib chiqishimiz kerak. Yaxshi, hammasini birin-ketinlikda chiroyli qilib o'rnatamiz. Bo'ldi, mana bu yerda endi chiroyli ayvon bor. Mashina yo'q vaqtda o'zimiz o'tirib dam olishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa ustunlarni o'rnatamiz. Bu tarafga ham qo'yishimiz kerak. Aks holda yiqilib tushishi mumkin. Yer qimirlaguday bo'lsa, ikkita uyning orasida o'tirish albatta yaxshi, lekin ustingizga mana bu narsa har vaqtda tushib ketishiga tayyor turganda unchalik ham yoqimli emas. Xo'sh, bizda bormi ortiqcha blok? Yo'q. Hozir olib kelaman. Mashinani ham birdaniga shu yerga haydab olib kiraman. Tak, bo'ldi, hammasi joyida. Endi esa pechka, verstak va albatta sandiq. Hammasi zo'r bo'ldi. Endi bu yerdan chiqib olish chinursin. Tiqilib qoldimmi? Mayli. Bo'ldi. Hammasi zo'r. Endi bu yerda bemalol kechik bo'lishini kutishimiz mumkin. Chunki kecha bo'lganda eng qiziq narsa boshlanadi va biz quduqning sirini ochishga kirishamiz do'stlar. Xo'sh, mana kech ham bo'ldi. Endi men quduqqa bormoqchiman. Hamma uxlab yotibdi, hamma qishloqliklar, lekin men yo'q. Chunki do'stlar, hozir soat 3 bo'ldi va kecha aynan soat 3 da ular mana shu yerga sakrashganda, o'ylashimcha allaqachon sakrab bo'lishgan, chunki soat 3 dan o'tdi. Salgina kech sekin tushunarsiz o'rnimdan salgina turib olishim kerak, chunki xo'sh, ovqat ozgina olib olamiz, pomidorni ola qolaylik, bo'ldi va pastga do'stlar ketdik. Biz hozir sir ochishga boramiz. Tushunarsiz, nimaga tusha olmayapman? Tak, bo'ldi, tushib olaylik. Endi ketdi sekingina. Xo'sh, qishloqliklar ko'rmayapti. Bu yaxshi. Bu yerda mashina va bo'ldi. Hozir quduqdagi chinursin, bu yerda chiroq yonib turibdi. Bu tarafda chiroq yongani yo'q. Okey, hozir quduqqa sakraymiz do'stlar. Qani? 1 2 3
Mana bu jinursin tiqilib qolardim hozir. Yo'q, qanday chiqaman? Hoy haloyib. Nima? Bu yerga suv o'tmayapti. Meni ana u qishloqqa ko'rib qoldi. Jinursin, endi nima qilaman? Opa, bu yana nima bo'ldi? Bu yerda qanaqadir eshiklar, ha? Qani? Tushunmadim. Kimlar yotibdi bu yerda? Tak, stop, morgga o'xshaydimi? Bilmadim, parolni ham bilmadim. Tak, mayli, qani, hozir ochib o'tamiz. Menda bormikan lopatka? Yo'q, belkuraksiz hozir yana tagrog'idan o'tishimizga to'g'ri keladi. Ko'ramiz qani do'stlar, bu yerda nima bo'lyapti ekan. Nimaga qishloqlar yotibdi bu yerda? Xo'sh, tushunirsin, yana noto'g'ri joydan chiqib keldim-ku. Bu qanaqangi ro'da bo'ldi? Uzr, joyda qotib turibdimi? Tushunmadim. Hozir ko'ramiz va bo'ldi. Yo, bo'ldi. Bu bular uxlab yotishibdimi? Nima? Maza qilib xurrak yotib uxlab yotishibdi. Lekin quduq tagiga kirish buning uchun. Men albatta bilaman, rejlar g'alati ekan, lekin yo, bu yerda qolishni istamayman. Qani, ketdik. Bilganini qilishsin. Ana u qishloqqa ketdim deyman. Shunga o'xshaydi. Rostini ko'rmayapti, bo'ldi. Uyimga ketdim. Tushunirsin, bular shunchaki yer tagida dam olish, lekin yer tagiga nima uchun dam olish mumkin? Hayronman. Mayli. Shunchaki o'z uyimizni oldida qolganimiz ma'qul yoki ketsammikin, do'stlar, bilasizlarmi, qishloq juda ham g'alati. Yo'q, bu yerda yashashni xohlamayman. Men bu yerdan ketmoqchiman. Tak, qana ham narsani olamiz. Ajoyib, qani. Chiqib oldik, yaxshi. Endi esa, tak, mana bo'ldi. Bularning hammasi bizga kerak va bu yerdan ketishimiz mumkin. Narsalarni oldik, qani do'stlar. Olg'a. Men bu yerda qolishni istamayman. Juda ham nima desam ekan, g'alati, bir yoqimsiz qishloq. Faqat g'alati ishlar bo'ladi. Quduqtagiga kirib uxlab yotish. Tak, bo'ldi. Qani ketdik. Mashina yursangchi. Tak, nima? Tak, sekin nima ovoz bo'ldi? Kimdir yuribdim. Hoy, nima? Qayoqqa ketmoqchisan? Sen bizni sirimizni bilding. Ushlanglar uni. Nima? Men sizlarga nima qildim? Seni hozir olib chiqishadi. Sen o'lding. Shuni bilib qo'y. Tushunirsin. Ketyapman. Davay. Xo'p. Tarish shart emas. Hozir ko'rsataman tarish qanday bo'ladi. Yur, oldimga tish. Xo'p, bo'ldi, boryapman. Tushunirsin, bularni ko'pligicha qochib ketmam bo'lmaydi. Sirazi ushlab, battar urib tashlashadi. Yur, xo'p. Shunchaki o'rganingiz uchun. Bu nima bo'ldi? Tish pastga. Pastga? Davay. Mayli. Tezroq bo'l. Qochib keta olmaysan baribir. Xo'p. Mana bos olib keldim. Yaxshi. Bu yoqqa kel. Seni isming nima edi? Meni nimam? Isming Florix. Xush kelibsan. Biz bu yerda Herobrine chaqiramiz. Nima? Herobrine axir afsona-ku. Hamma shunday deb o'ylaydi, lekin aslida Herobrine mavjud. Yo'q. Mana bu predmetlarni ol. Bularni nima qilaman? Herobrine chaqirishga yordam berasan. Xo'p, mayli. Davay, tezroq tashla. Xo'p, harakat qilaman. Tak. Xo'sh, mana Herobrine'ni chaqirish uchun o'yinchi kerak. Biz bir nechta o'yinchilarni topdik. Bir nechtadan ancha ko'pini topdik, lekin ular qila olishmadi. Endi navbat senga. Bu qishloqqa kim kelsa, uni majburlaymiz. Xo'p, davay, chiq ustiga. Chiqay. Fakelni qo'y. Qayoqqa? O'ng tarafdan boshlab. Tushunirsin. Bular kim? Biz aytganlar. Tushunarli. Qo'y shu yerdan. Yo'q, men xohlamayman. Nima, sen ham shu skeletlarga o'xshashni xohlaysanmi? Chirib o'lib ketishni shu yerda? Yo'q. Bo'la qol. Herobrine kelsa ketasan. Rostini aytyapti. Men ularning boshlig'iman. Bos, balki o'ldirarmiz. Yo'q, qo'ldan keladi. Bo'pti. Tak. Mana. Yo'q, ket. Sindar hammasini. Xo'p, uzr. Mana. Davay. Bo'ldi, qo'yishni boshla. Ket. Mana va bo'ldi. Yaxshi, endi esa olov yo'q. Hey, bu yerda nima bo'lyapti? Nima? Buni basharasiga nima qildi? Sizlar. Men sizlarni taniyman. Mana hammangga olinglar. Bo'ldi. Yaxshimisan? Rahmat, ular Herobrine chaqirmoqchi edi. Bilamiz. Anchadan beri ularni kuzatib yurgandik, lekin ular bu yerda bo'lishini bilmagandik. Shuncha yo'qolgan odamlar bularni ekan. Mayli, yur men bilan. Meni qanday topib keldingiz? Quduqda odam cho'kyapti deb politsiya chaqirishdi. Kelsak, seni olib ketishayotgan ekan. Yo'q. Orqangdan kuzatdim birdaniga. Xo'sh, yaxshi. Tak, boshqa hech kim qolmadi. Bo'ldi, yigit, chiqaver, ketdik. Qishloqqa boramiz. Katta rahmat sizlarga, qishloqdoshlar. Zo'r qilishdi. Bo'pti. Men hozir bir ikki narsalarni olib kelay. Rahmat sizga, janob mer. Sizlarga ham kechiringlar, sizlardan shubha qilganim uchun, ayniqsa sendan Jitel. Bilmagandim. Mana bu zajigalkani menga berishdi. Rahmat. Bo'pti. Katta rahmat sizlarga yana bir bora. Men ketdim.